Yo'qdan bor qilgan butun koinotning egasi bo'lgan izzat sohibi Robbil alaminga hamd sanolar bo'lsin. Bosh og'rig'idan xalos bo'lish uchun Al-G'ani 1091 marotaba. Ko'z og'rig'ida An-Nur 287 marotaba. Oshqozon osti bezi kasallanganda Al-Jabbor 237 marotaba. Börak bezovta qilsa Al-Hayy 49 marotaba. Ichak kasalliklarida As-Sobur 329 marotaba. Sahrni diabet, qand kasalligida Al-Bar 245 marotaba. Qachadomda og'riq bo'lsa Al-Xoliq 762 marotaba. Revmatizm kasalligida Al-Muhaymin 176 marotaba. Buqoq bezi kasalligida Al-Qoviy 147 marotaba. Ko'z asablar kasalligida Al-Zohir 1137 marotaba. Yuqori qon bosimida Al-Hafiz 1512 marotaba. Ko'z tomirlarida muammo bo'lsa Al-Mutaali 572 marotaba. Kista, jirovik, ter ostidagi yog' o'smasi, lipoma, jigar xastaliklariga An-Nofi 232 marotaba. Prostata kasalligiga Ar-Roshid 545 marotaba. Siydik yo'li, g'uddasimon bez kasalligiga As-Somat 51 marotaba. O'pka kasalligiga yaratuvchining Ar-Razzoq ismi 339 marotaba. Banda Allohning go'zal ismini aytib ulug'laganda Alloh bandasiga erkalab so'raganini beraman. Chunki banda meni ismimni aytib ulug'ladi der ekan, vallohu a'lam. Agar video foydali bo'lsa, qadrdonlarimizni yuborib qo'yamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.